Guandu jingida nimishqa Yuanshao 80 tuman kishilik qo'shin bilan Saosaoning 8 tuman kishilik qo'shinidan yengilib ketdi. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomi. Uch parchadan ko'rgan do'stlar hammaylar bilamiz. Saosaoning eng dangliq bir qatimliq urushi dal Guandu jing. U oz qo'shin bilan ko'p qo'shinni yengdi. Ammo shu vaqtda Yuanshao nimishqa Saosaodan yengildi. Birinchisi, Yuanshao o'ziga bir tamanno qo'ygan. Chunki Saosaodan 10 nesli qo'shinim bor deb Saosaoni ko'zgildi. İkincisi, jangga to'liq tayyorlik qilmagan. Ya'ni jangdagi strategiya, qanday jang qilish, qanday qilib ularni qo'shinni tarmar qilish degandek hech qanday yaxshi plan qilmaydi jangga chiqib qolgan. Uchinchisi, Saosao tarafidan bexotlashtirilgan. Ya'ni jangdan burun Saosao uni bexotlashtirib qo'yib, uningki ochliq bazasiga hujum qilib, uning kayni yo'lini uzib o'tgan. Shuning bilan Yuanshaoning qo'shinlari hammasi vahimaga tushib asta-asta parçalanıp ketishga boshlagan. Shuning bilan Yuanshaoga mag'lub bo'lgan. Shunga biz har qanday ishni qilgan vaqtda, masalan, kasb bo'lsin yoki bu shu qilayotgan ishlarimiz qutuq qozonish bo'lsin, cho'qim qilayotgan ishimizga astoydil muomala qilishimiz kerak. Hargiz uningga sal qarash, nazarda bo'lmasligimiz kerak. Bo'lmasa, ko'z kelmagan chumoq qutuq sanchib turgandek, shu kichikkina biz yaratgan ishdan mag'lub bo'lib ketishimiz mumkin. Agar sizin bu takliflarımı qo'shilsangiz, astidagi inkas rayoniga ikki raqamni qoldirib qo'ying. Texmi ko'p mazmunlar qiziqsangiz, ayrim kanalga uchir qiling.